Qishloq xo'jaligida texnika dehqonning qo'sh qanoti hisoblanadi. Ayniqsa bugun zamonaviy traktorlar, kichik mexanizmlar yordamida agrotexnik tadbirlarni o'z vaqtida sifatli va samarali olib borish imkonini bermoqda. Andijonda ixtiro qilingan kichik traktor imkoniyatlari bugun aholi xonadonlaridagi tomorqa yer maydonlariga ishlov berish, qolaversa bog'dorchilikka ixtisoslashgan fermer xo'jaligi bog' qator oralarida agrotexnik tadbirlarni amalga oshirishda yengillik yaratmoqda. Ishlanmaning afzalligi kam yoqilg'i sarfi va butlovchi qismlarining 90% o'zimizda ishlab chiqarilayotganligidadir. Narxi ham import mahsulotlaridan 2-3 barobargacha arzon. Ilhomjon Qosimovni asli kasbi mexanizator, uzoq yillar davomida turli hajmdagi traktorlarni boshqarib, qishloq xo'jaligi sohasida ishlab keldi. Aholi tomorqalaridagi kichik sotixlarda ham ish unumdorligini oshirib, yerlarni ag'darib, ishlov berish uchun kichik traktorlarni yaratish uning asosiy maqsadi bo'ldi. Qolaversa, davlat tomonidan ijtimoiy reyestrdagi fuqarolarga ajratilayotgan 15 sotix maydonlarda bog' va tokzorlar oralarida kichik texnikalar ko'magi juda ham zarur. Tadbirkor yaratgan mana bu texnika ana shunday imkoniyatlarni beradi. Traktorimizda afzalliklari hamma ehtiyot qismlarini o'zimizdan topsa bo'ladi. Xitoyga borib yurish shart emas. Buni 60%ni mahalliylashgan. Rama qismlari, diskalari o'zimizda chiqadi. Qolgan ehtiyot qismlari ham juda ko'pi o'zimizda chiqadi. Bir 30-40%ni import qilamiz. O'zimizda oilamiz uchun moddiy tomondan foyda keltirishni boshladi. Hozirda import hisobida kirib kelayotgan mini traktorlar 150 million so'mdan ziyodroqni tashkil etadi. Ixtirochi tomonidan tayyorlanayotgan texnika esa uning teng yarmiga tushmoqda. Izboskan tumani Beshtarak mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan 7-umumta'lim maktabi qoshidagi mini traktor ishlab chiqarish korxonasida hozirda 10 ta yangi ish o'rni ham yaratildi. Kichik yig'uv korxonasida nafaqat traktorlar ishlab chiqarilmoqda, balki ixcham va qulay bo'lgan kultivatorlar ham tayyorlanyapti. Bu kartoshka kavlaydiganimiz. Hozir vomi yo'q traktorlar ko'p. Vomi yo'q traktorlar uchun ham ishlaydigan texnikamiz shu kartoshka kavlab yerni betiga chiqarib beradi. 25 ta odam terib orqamizdan terib ulgurmadi. Haydov jarayoni. Ikkita yo'lni birdaniga olib ketadi. Ishlab chiqarilayotgan texnikalar uchun davlat muvofiqlik sertifikatlari ham taqdim qilindi. O'z navbatida muallif kichik korxonada dastlabki buyurtmalarni qabul qilib, bog'dorchilik fermer xo'jaliklariga yetkazib berishni boshladi.